Formachalarimiz yana bir bor zakazlar tikilishi boshlandi. Mana shimlar maktablarga yosh fani, ya'ni yoshlarni chaqiriqqa tayyorlash fanidan o'tiladigan darslar uchun mana shunaqa shimlari bilan birga oldida strelkalari bor 15 shimlarimizni chiqarishni boshladik. Yana zakazga qarab turib urib beraveramiz. Bu ko'rsatayotgan formamiz mana 31-maktab Urgut tumanida 31-maktab Katta Bahrinda maktabiga tikildi. 10 ta bolaga vatan tayanchi harbiylari anosiga tikildi. Musobaqalar bo'lmoqda, musobaqalar. O'sha musobaqalarga tayyorlab, chiroyli qilib tikib berishdik. Mana hozir chiroyli tikamiz, pagonchalari hammasi qo'yilgan. Orqasini ham ko'rsataman hozir. Mana orqalariga yozuvlar qo'yilib tikilgan hammasi. Skotkachalar bor orqalarida ochilib yopilish uchun. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Urgut shahrida o'zi tikamiz. Optim, arzon, sifatli qilib chiqazib beramiz. Marhamat, mana ko'rishingiz mumkin. Choklar hammasi joy-joyida. Hozir barcha maktablarimizga xizmat ko'rsatyapmiz o'zi. Kimga shunaqa zakazlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar mana. Cho'ntakchalar.